velosipeddagi V. Bu harfning talaffuz qilinishi mundaq. V. Endi bu harfni o'z ichiga olgan misollarni ko'rib o'tamiz. V'ning ayrim shakli. Misol: vaza. V'ning oyog'idan olinadigan shakli. Misol: sivat. Tuanda biz rasmga birlashtirib, yuqorida o'rganib o'tgan harfning to'g'ri yozilish tartibini mashq qilib o'tamiz. Vaza V harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Sivat V harfining oyog'idan olinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Kichik do'stlar, tuandagi so'zlarni menga aytib o'qinglar. Va, pan, vatan, va, da, vada, va, za, vaza, ha, va, hava, na, vat, navat, ta, vuz, tavuz, har, va, arva, char, va, charva. Bizning ulug' vatanimiz. Bizning ulug' vatanimiz Junxo Xalq Cumhuriyeti. Vatanimizning poytaxti Beijing. Davlat bayrog'imiz 5 yulduzli qizil bayroq. 1-oktyabr davlat bayrami. Biz vatanimizni suyamiz. Beijingni suyamiz. Tiananmenni suyamiz. Ana yurtimiz Xinjiangni suyamiz. Biz vatanning o'g'il qizlari. Biz vatan uchun, xalq uchun o'qiymiz.